Yurtdoshlarimiz va xorijlik mehmonlarni shahrimizda bo'lib o'tadigan betakror festivaliga taklif etamiz. Dunyoni qaysi burchagiga borsak, Namangan gullar shahri degan iborani eshitib, xursand bo'lib ketamiz. Shunga yarasha shahrimiz ham go'zallashib, ochilib bormoqda. Yaqin kunlarda bo'ladigan gullar bayramiga barchangizni taklif qilamiz. А вы слышали про праздник цветов на Мангане? Тогда мы ждем вас на фестивале на Мангане с 22 мая. Dear guests, soon we're going to have the 61st International Flowers Festival in Namangan. We invite you all to this festival. Welcome.